Bolalar tabiiy ishtahasi bo'lmaydi, ovqat iste'mol qilgisi kelmaydi, lekin ishtahasini ochish uchun nimalar maslahat berasiz? Ishtahasini shu yaxshilash uchun. Odatda buni ko'pchilik anaqa qiladi, ya'ni mani bolam yemaydi yoki go'sht yemaydi. Shirinliklar yeydi. Kasal bo'lib qolgan paytida juda injiqlik qiladi. Shirinliklarni juda ham yaxshi ko'radi. Suyuq ovqat bersam yemaydi deb ko'p aytishadi. Odatda biz ko'proq ya'ni bolani holatidan kelib chiqishimiz kerak. Nimaga? Chunki bolachalarga odatda ovqatni bersak yemasligi mumkin, lekin uni qanaqadir boshqacha holatda bersak, misol uchun qiziqib yeydi yoki har bitta bolani o'zini individual yaxshi ko'radigan narsalar bo'ladi. Misol uchun qaysidir bola kotlet yaxshi ko'rishi mumkin yoki kartoshka fri misol uchun. Lekin odatda ularni ishtahasini yanada yaxshilash uchun birinchi usul bu bola ovqat qilish jarayonida ishtirok etishi. Misol uchun ya'ni ona o'zi ovqat qilayotgan vaqtida o'sha bolani qanaqadir ishtirok etsa, bola shu ovqatga nisbatan qiziqishi oshadi, yanada uni yeyish ehtimoli oshadi. Bu birinchi usul hisoblanadi va bundan tashqari keyingisi bu o'sha turli xildagi ovqatlarni turli xil shakllarda, misol uchun bolaga qiziqarli bo'lishi uchun har xil hayvon ko'rinishida misol uchun mahsulotlarni tayyorlab berish ham bolani o'sha mahsulotni yeyishga nisbatan qiziqishini oshiradi. Va undan keyingisi misol uchun bo'lishi mumkin, odatda bola ham ovqatlanishda hamma qatori o'sha dasturxonda bo'lishi kerak. Ya'ni u ham kattalar kabi ishtirok etishi kerak va unga ham o'sha xohlasa xohlamasa o'sha idishga ovqat turli xil mahsulotlar qilib berilsa, bola o'sha boshqalarni yeganini ko'rib turib ham unda o'sha aynan hamma nimani qiziqib yeyotgan ekan degan qiziqish paydo bo'ladi-da. Faqat majburlash kerak emas. Ko'pchilik misol uchun yeyishing kerak deb majburlagan sari bola qiziqishi yuzaga kelmaydi, so'nib boradi. Qanchalik unga aytmasdan hamma qiziqish bilan mahsulotlarni har xil qilib yeyish holatini ko'rsa, bolada ham qiziqish paydo bo'ladi. Demak, boshqalar nima yeyotgan ekan, men ham yeb ko'rsam bo'larmikin degan qiziqish yuzaga keladi. Yana bitta usuli bor-da, menimcha, agar to'g'ri bo'lsa, bolani ishtahasini ochishni yaxshilab och qoldirish kerak. Menimcha, albatta hazil. Juda bir shafqatsizlarcha yondashuv bo'ldi. Suhbatni davom etamiz. Undan avval juda ham ajoyib reklama bor, shuni tomosha qilamiz do'stlar, marhamat.